Yaponlar yangi tutilgan baliqni yeyishni yaxshi ko'rar ekan. O qadar ko'p yeyishar ekan, odam soni ko'paygandan keyin baliqlar qirg'oqlarda kamayib qoldi. Keyin baliqchilar aytibdi, endi biroz dengiz ichiga kiraylik. U yerdan baliq olib kelaylik. Shunday qilishibdi. Ancha bir 2 kunlik masofaga dengizning ichiga kirib, olib chiqqanlari baliqni Yapon xalqi yeyishni istamabdi. Chunki 2 kunlik masofa bor, 2 kunlik vaqt bor u tutib olinganiga. U dengizda emas, alohida kemada turibdi. Yo'q, bu o'sha hozirgina tutilgan baliqni ta'mi kelmayapti bu yerda. Bu eski baliq deb u baliqni sotib olmabdi hech kim. Uni yo'lini o'ylashibdi keyin. Nima qilishibdi? O'sha katta kemalarga xolodilniklar, muzlatgichlar o'rnatibdi. Baliqlarni tutishi bilan ular buzilib qolmasligi uchun, ya'ni eskirib qolmasligi uchun muzlatgichlarga solib olib kelishibdi. Lekin baribir Yapon xalqi muzlatgichga solingan baliqning ta'mi ham baribir toza tutilgan, hozir tutilgan baliqning ta'miga yaqin emas hatto deyishibdi. Keyin boshqa yo'lini o'ylab topishibdi. O'sha kemalarning ichiga akvariumlar qilishibdi katta. Keyin u tutgan baliqni olib o'sha akvariumga solganda u baliqlar baribir depressiyaga tushib qolar ekanda. Haqiqatan ichidan buzilish bo'lgani uchun u baliqda ham ta'mi hozir tutilgan baliqning ta'midek bo'lmabdi. Oxiri ko'p o'ylashdi, o'ylab topishibdi. Hozir aytsam hayron qolasiz. O'sha akvariumning ichiga 2 ta akula tashlab qo'yadigan bo'lishibdi. Boyagi akula baliqlarni quvgan bo'lar ekan, boyagilar hayotga bo'lgan intilishi orqasidan o'zidagi soflikni, tozalikni yo'qotmas ekan. Biz bugun tamoman uni teskarisini qilamiz. Muammolar yo'q bo'lishini istaymiz hayotimizda. Baliqlar muammosiz yomon buzilib qolganda, inson ham muammosi buzilib qoladi. Bizga o'sha 2 ta akula kerak-da hayotimizga har doim. Bizni harakatlantirib turadigan, bizni halol bo'lib turishga undaydigan, bizni to'g'ri bo'lib turishga undaydigan, nafaqat majbur qiladigan akulalar kerak bizga. Biz hayotimiz davomida unday narsalar bizda bo'lmasligini istaymiz. Qochishni, qutulishni, hech kim bizni bezovta qilmasligini, hayotda hech bir muammo bilan duch kelmasligimizni, bir joylardan ishimiz osonroq bitishini va bu bitishi uchun hatto bir narsalarni ham insonlarga ishi bitguncha eshakni tog'a deydigan holatlarni ham bir shaklda yashashga rozi bo'lamiz. Bitta sabab bilan, shu muammo meni hayotimda bo'lmasa qutulishni istaymiz. Lekin vaholanki u bizga kerak ekan, u bizni jiddiy jahd bilan harakat qilishimizda, oyoqda turishimizda, ruhan, jisman kuchli bo'lishimizda, irodamizni baquvvat bo'lishi uchun u muammolar bizga kerak ekan.